Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining muavin raisi Abdullahat Nur Efendi Twitter hisobidan 12 avgust kuni Sharq Turkiston Xitoy tarafidan ishg'ol qilindi. Xitoy davlat ismidagi bir terrorlik tashkiloti Xitoy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlamoqda. Shayton nomida terrorist Xitoy Kompartiyasi rahbarlik qilyotidi. Bizning qarindoshlarimiz bo'lgan odamning bolalari sukut qilyotidi. Numus dedi. Bexatarlik andisi Xitoyni Talibanga yaqinlashtirdi. Amerika ovozining 11 avgust kunidagi xabariga qaraganda, 1 yil ilgari Talibanlar Afg'onistonni qo'lga olgandan keyin Xitoyni bu davlatdagi asosli rolchiga aylantirish fursati bilan ta'minladi. Beijing xalqaro jamiyatga qo'shilib, Kabulning yangi hukmronlarini islohot elib berishga da'vat qildi. Xitoy yana bexatarlik masalasiga ko'ngil bo'lish badaliga Taliban hokimiyatining iqtisodiy va taraqqiyotini qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Hozirgacha hech qanday bir davlat Talibanni Afg'onistonning qonunli hukmroni deb e'tirof qilmag'achqa milliardlagan davlat mulki to'g'ritildi. Xitoy Talibanlar bilan aktiv diplomatik munosabatga ega bo'lib, Taliban hukumati Xitoyning mablag' selishi va iqtisodiy jihatda qo'llashini surishtirdi. 4-oyda Xitoy Talibanlarning Afg'onistonning Beijingdagi bosh elchixonasini qayta ochishiga yo'l qo'ydi. Xitoyning Kabuldagi bosh elchixonasi va Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi shirkatlari federatsiya va o'lkalik hukumatlar bilan ko'rishib, Xitoyning mablag' selish va qayta qurish turlarini muzokara qildi. Xitoy yaqinda Afg'onistonda yuz bergan yer tebrashning ziyoniga uchragan oilalarga 8 million dollar qiymatida yordam berdi. Xitoyning Afg'onistonda turishliq alayida vakili Yu Xiaoyong 26 iyul Toshkentda o'tkazilgan xalqaro yig'inda Beijingning Afg'onistondan o'tib O'zbekistonni Pokistondagi dengiz portiga tutashtiradigan temir yo'l qurilishini mablag' bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Talibanlarmi Afg'onistonning Xitoyga qarshi hujum qo'zg'amoqchi bo'lgan xalqaro guruhlarning panohgohiga aylanishiga yo'l qo'ymasligi haqidagi uchurlarda nihoyat izchil bo'lib keldi. Talibanning Beijingning bexatarlik masalasini hal qilish uchun Xitoyning chegarasiga 76 kilometr keladigan Badaxshan rayonidagi Sharq Turkiston Islom partiyasini yo'tkaganligiga oid faktlar bor. Bular bir qancha yil ilgariga qaraganda Xitoyga ochiq-oshkora qarshi turmaydi. Beijingni andishiga soladigan yana bir masala Xitoyni nishon qilgan Islom davlatining Xuroson o'lkasi deb atalgan rayonlik tarmoqining Afg'onistonda kun sayin kuchayayotganligi bo'lib, Taliban hokimiyatni qo'lga olib, Xitoy bilan munosabat o'rnatgandan keyin Taliban hukumatini inovatsiz qildi va Sharq Turkiston Islom partiyasi a'zolarini qabul qildi. Talibanlar Kabulni o'tkazib olgandan 5 kun keyin Baloch Azodlik armiyasining zo'ravonligining nishoni Xitoy bo'ldi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, Xitoyning Taliban bilan bo'lgan munosabati Talibanning shakllanishidan boshlangan. Sharq Turkiston Islom partiyasining xizmat maqsadi Xitoyning Sharq Turkiston mustaqillik harakatini islom jihat harakati qilib sizib chiqishiga yordam qilish dedi. Xitoy Katibashi Xi Jinping yaqinda Tayvanga yaqin joyda keng ko'lamli manevr jarayonida harbiylar qo'yib bergan ballistik boshqariladigan bombaning Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayoniga tushib ketishini qaror qilgan. Kyoto xabarlarining 11 avgustdagi xabariga qaraganda, Xitoy davlat qurolli kuchlarining eng yuqori qaror chiqarish organi bo'lgan Markaziy harbiy komitetining boshlig'i Xi Jinping oldingi hafta Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayoniga tava suvlarda mashq qilishdan saqlanish planidan voz kechib, Tayvanni qo'rshigan 6 joyda manevrni harbiy urushga yuzlantirgan. Keng ko'lamli manevrlar 4 avgust Xitoyning Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining oldingi hafta beshida Tayvanga qilgan ziyaratiga inkos qaytarish maqsadida boshlandi. 11 ballistik boshqarilgan bombaning 5i Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayoniga tushib, Yaponiya bosh ministri Fumio Kishidaning noroziligini qo'zg'adi. Manevr rayoniga kelsak, harbiy taraf Xi Jinpingga ikki taraf diplomatik munosabatining normallashganligining 50 yillik orqasida ikki taraflik munosabatga ziyon yetkazmaslik uchun Iroqdagi Oktava viloyati orolining janubidagi Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayonidan uzoqlashish taklifini berdi. Bir manbaning aytishicha, Xi Jinping Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayonini o'z ichiga olgan rayonlarga aloqador taklifini Kishida hukumatini Amerika bilan bo'lgan bexatarlik ittifoqini kuchaytirib, Tokioning Tayvan bo'g'oziga aralashishidan ogohlantirish sharti bilan qabul qildi. Xi Jinping yana manevrning Yaponiyaning alayda iqtisodiy rayoniga to'g'ri keladigan suvda ilib berilishini xohlaydi. Chunki Nansay oroliga yaqin dengiz okean rayonlarini harbiy kanal qilishda Okinavani o'z ichiga olgan va Kyushudan Tayvangacha so'zilgan zanjir
әмәлиятта контрольлыкны қолға келтirish үшін зөрүр болуду. Xitoy armiyasi Amerika armiyasini Okinawa va Yaponiyaning boshqa joylaridagi bazalarga paraxod va kurashchi aeroplan avatib, Tayvanni qo'llaydi deb faraz qiladi. O'tgan yili oktabrda Shi bilan Kishida suhbatida diplomatik munosabatning normallashganligining 50 yillik arafasida ijobiy va muqim munosabat o'rnatishga qo'shildi. Ikki qirg'oq munosabati kun sayin kuchayayotgan rayon hal qilgan jiddiy vaziyatda nacharlashdi. Vatan haqida musallas. Abduri G'ulam Osmon Yag'ma. Mehri illiq anadektur bu azim tuproq manga. Qimmati mehri giyohdek her giyoh yaproq manga. Bir ömür farzim vatan deb nazmalar yazmak manga. Sende göz açtım, şuna xas sangala qimmat hayat. Razıman mingrat tug'ulsam, sen üçün bolsam mamat. Dildeki arman senin şəningi şən quchmaq manga. Ana yurt bolsa aman, bolmaz çırayın mosaman. Can təsədduq eyligeymen tişliqiga men haman. Dildi sen bolğaç asan, tırnaqdı tağ qazmaq manga. Sen üçün ayni üzey, göherni okyandın süzey. Zerri menfaatin üçün meyli cahanni mün gezey. İptiharım el üçün otqa üzüm atmaq manga. Qarzidur insan üçün her dem vatan dep yaşamaq. Ni numus yav aldıda qul bop gözini yaşlamaq. Seni dep qan keçmesem layık şu çağ dozaq manga. Men eğer ölsem vatan çimdim topanğa aylanıp. Küç birer men maysalar çıqqısı cismimden önüp. Çoğun bəxit ölgendimu bağrın kuçup yatmaq manga. Sulpıqar berdi sana ana vatan şundaq qasam. Taşlığay ecdatlarının izidan dadil qadam. Elni söymey yaşagandın ölgünüm xopraq manga. 1980 yıl yanvar. Atuş. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni kögünüңлар üçün köp rahmet. Kelar qitimqi programmamiz görüşkice Allah'a amanet bolğaysızlar.